Yurakni katta kesmalarsiz operatsiya qilish mumkinmi? Ha, albatta. Bugungi kunda ilg'or texnologiyalardan biri kam invaziv, ya'ni kichik kesmalar orqali yurak operatsiyalarini bajarish mumkin. Yurakni kichik kesmalar bilan operatsiya qilishning bemorga qanday afzalliklari bor? Birinchidan, bemorning tiklanishi tezroq bo'ladi. Ikkinchidan, kosmetik effekt, ya'ni bemorni katta kesgandan ko'ra tanish-bilishlarning oldida yurganida diskomfort bo'lmaydi. Uchinchidan bo'ladigan bo'lsa, og'riqlar kamroq bo'ladi. Qonashlar, operatsiyaning asoratlari ham hozirgi kunda juda kam hisoblanadi. Kelajakda yurakni sun'iy intellekt yoki robotlar bilan operatsiya qilish mumkinmi? Yo'q, yaqin kelajakda bunaqa bo'lishi mumkin emas. Chunki hozirgi kunda assistentlarning o'rnini bosuvchi robot assistent yurak jarrohligi mavjud. Robotlar jarrohning assistenti hisoblanadi va distansion robotni boshqarish mumkin bo'ladi. Buning uchun faqatgina inson omili kerak bo'ladi. Aorta anevrizmasi xavfli kasallik hisoblanadimi? Ha, bu xavfli kasallik hisoblanadi. Yurakdan chiqadigan katta tomir, ya'ni aortani kengayib ketishi bu ko'pgina kasalliklarga uchraydi. Kengayib ketgandan keyin devori o'z navbatida sekin yupqalashib boradi. Yupqalashgandan keyin xuddi bir sharni puflaganda oxiriga yorilishi natija berishi bo'lganida, odamning yurakdan chiquvchi tomirlari ham kengaygandan keyin ma'lum bitta yupqaligiga devori erishganda o'shanda yorilish xavfi bo'ladi. Aortani yorilishi bu 90% o'lim bilan tugaydigan kasallik hisoblanadi. Aorta anevrizmasini qanday bilish mumkin? Ko'pincha u klinik belgilarsiz vujudga keladi. Bemorlar kompyuter tomografiya qildirganda yoki yuragini exokardiografiya, ya'ni yuragini o'zi qildirganda, unda aorta anevrizmasi bor ekanligini haqida ma'lumot berishadi. Aorta anevrizmasini davolash mumkinmi? Albatta, bu operatsiyalar O'zbekistonda juda keng yo'lga qo'yilgan bo'lib, agarda ko'rsatma bo'ladigan bo'lsa, yurakdan ko'tariluvchi aortani almashtirish mumkin bo'ladi yoki tushuvchi aorta bo'ladigan bo'lsa, stent graft, ya'ni tomir ichidan kirib turib, o'sha aortani kengaygan qismini davolash mumkin bo'ladi.